Rasmdagi Rahmatjon bilan Parvina o'rtasida tanishlik bor ekan. Yo'q. Da qo'l qo'lasan Parvinaga ham deb qaraganda. O'zi Rahmatjon g'alati bola bo'lsa. Shuni undan ko'ra Shoh bilan gaplashgan yaxshi edi. Pul puli bor. Bo'y baslari bor. Yigiting o'zi shunaqa bo'lsa-da. Shuni eshitib tur, keyin yoshlaysan. Eshitgan bo'lsalar ham Shoh bor-ku, Rahmatjon bilan birga bir urushganlik karillab qo'ygan. Bilasan-da, bo'ni shakal teymada yuradi. Endi biz ham tayyor turishimiz kerak, nakrayni suvchi. Ular bitta urishamiz yani. Bitta mahallangda urushasan. U bila aytib turmasanga, talpa bo'lib ketib qoladi. Biz ham qarab turganmiz, oxirigacha turganmiz. Ustoz bo'lamiz, o'tir. Nimaga? Yaxshimizmi? Shartmiz. Biz tarafga o'zi qo'lingiz yetmaydi-da. Nimaga? Gap yo'q. Короче, iltimos bolalar. Darsdan chiqib ketaman, yo'ligimni bilintirmay turlaring. Xo'p, ustozlar so'raylik, kim yo'qsa Rahmatjon ustoz bilmayman. Qazamitchi desam, nom ursin bilmayman deyman. Nilufar bilan Rahmatjon o'rtasiga bir sinfdagi Parvina tushgani Nilufarga yoqmayapti. Parvina Shoh bilan gaplashmasmidi? Yo'q, Parvina Rahmatjon bilan yuribdi-yu. Lekin Rahmatjonni qayerga ketmaganda yo'damasdim. Boyxon, chiroq bo'lsa bor, pul bo'lsa bor. Gapingni Nilufar eshitib qolmasin-da. Keyin yana urishib yuradi. Hey bolalar, короче, bugungi stelka bor edi obeddan keyingi. Agar mabodo Rahmatjon meni urib qo'yayotganini ko'rsanglar, qo'shib olasizlar, bo'ptimi? Nima degan qo'shilib olasizlar? Tavpaga birmi, mirga birmi bu yoki duxmisan? Sen rostdan ham Rahmatjon bitta o'zi keladi deb o'ylayapsan. Mujik bo'lsa birga bir kompaniyasi kelish kerak. Tushunmadim. Agar qo'rqayotgan bo'lsang, bormasang ham bo'ladi. Sen istamay pul olamiz. Mayli bo'ldi. Xohlaganda bo'lsin. Bo'ldi, yutqizdi. Tur. Sen bilan hali отдельно gaplashilmadi. Mana shakallaring ham yordam bera olmay qoladi. Tushundingmi? Parallel sinf 4-qismni hoziroq ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilim biosidagi linkga o'tasizlar. Mana o'zim shaxsiy Telegram botim chiqadi. O'shandan bor yo'g'i 5000 so'm to'lov qilib, hoziroq ko'rsanglar bo'ladi.